Tatuirovkalar urib olganmisiz? Nima edi? Nima unaqa kapalak? Buni ma'nosi nima? Tungi kapalakmi? Yo'q, aqlli qiz degani. Aqlli qiz degani o'xshamayapti-da bu turishingizdan. O'xshaydi, yaxshilab qarasang o'xshaydi. Kiyimlaringiz ham bir boshqacha ekan-a, lekin Shunaqa. qanaqa telefon edi o'zi? Ko'p aytirma, telefonni ol. Bu nima sansirab gaplashyapsiz? Asabiylashmang. Kodini aytchi uni. 7806. 7806. O'zingiznikimi ish qilib telefon? Meniki. Kreditlarga olmaganmisiz? Yo'q, mehnat qilib olganman. Mehnat qilib olganmi? Yo'q, necha pulga olgansiz? $2000 mehnat bo'lgan. $2000 mehnat? Necha kun mehnat ketgan? Bir kunda o'zida. Yo'q, gap yo'q, lekin kim adoshlar olib berganmi deyman buni? Dodosh olib bergan. Dodosh olib berganmi? Necha pul so'raysiz bunga? 1800 bera qoling. 1800? Korobkasi bormi? Bor. O'zingizdan xizmat aytyapsiz 1800 ga? Voy, menga puling yetmaydi-yu. Mashinangiz bilan sotib olaman, o'zingiznikimi ish qilib mashina? Ha, meniki. Nima bu nomer yo'q, bez nomer bosib yurasizmi? Shunaqa. Katta qizmisiz? Katta opasiz o'zi, xizmatsiz. Bo'pti, qarang necha pul berasiz? 1300 beraman, bo'ladimi? Yo'q, men anaqa talashib o'tirmayman. Bilaman, chunki o'zingiz pulingizga olmagansiz. Talashib o'tirmaysiz, o'zingizdan pul ketmagan. 1,5 ming bering. Ya 1300 beraman, bo'ladimi? 1,5 mingga o'zingiz bilan ham qimmat. O'shanda korobkasi olib chiqib beraman. Bo'pti, qancha bo'lsa berasiz? 1350 bering, qancha bu? 50 qo'shib bersam berasizmi? Beraman. Bo'ldi, chiroyli qizlarga 50 qo'shib beramiz. 1350 baraka. Tekshirib olaman, pulni sanab beraman.